Yaqin kishilarimdan biriga bir yigit telefon qilib, mana shu siz foydalanayotgan raqam mening eski raqamim edi. U yo'qolib qolgan edi. Unda menga kerakli bo'lgan juda katta muhim hujjatlar bor edi. O'qishga kirishdagi boshqada sertifikatlar, shunga o'xshagan narsalarni, suratlar, videolar bor edi. Shularni tiklamoqchiman. Hozir sizga kod boradi. Mana shu kodni aytib bering iltimos, debdi. Degandan keyin aytib berolmayman deb shartta o'chirib qo'ygan. 1 marotaba, 10 marotaba, 20-30 marotaba telefon qilgan. Ko'tarmagan. Undan keyin SMSlar jo'natishni boshlabdi. Men yolg'on gapirmayapman, firibgar emasman. Shu judayam muhim edi. Yolg'on gapirayotgan bo'lsam, aldayotgan bo'lsam, ona sutim harom bo'lsin, ota-onamga oq bo'lay kabi jumlalar bilan jo'natgan. Lekin bularni birortasiga javob bermagan. Xullas kalom, aytmoqchimanki, odamni rahmini keltiradigan darajada mana shunday fikrlarni yozishadi. Shunday jumlalarni tuzishadi, aytishadi, yig'lamsirab gapirishadi. Bular barchasi firibgar. Boshqa baho berib bo'lmaydi. Mana shunga o'xshagan ular jumlalarini boshqasini al rejimidan so'rab ko'rdim. Qanaqa desam, bu haqiqiy kiber firibgar, aldamchi. Keyin kodni berdinglarmi degan savol berdi. Yo'q, bermadik desa, judayam yaxshi qilibsiz. Katta xavfning oldini olibsizlar dedi. Agar rahmingiz kelib kodni berib yuborganingizda Telegram, Facebook, TikTok barchasiga ulanib olishi, bank ilovalariga ulanib olib, turli tuman kreditlarni rasmiylashtirib, katta miqdorda qarzga botirishi mumkin ekan. Demakki, mana shu kiber xavfsizlikni yo'lga qo'yish uchun birinchi navbatda inson o'ziga hushyor bo'lmog'i kerak. Bilmasdan kodni aytib yuborish yoki o'sha pasport raqamlarini berish, shunga o'xshagan yoki bo'lmasam suratingizni, videoingizni jo'natishingiz, bularning hammasi firibgarlarning qo'liga tushib qolishi xavfi kuchayib ketadi va natijada odam o'zligini yo'qotadi. Telefonni barcha tarmoqlarni ular egallab olishadi. Bugungi kunda mana shunday kiber firibgarlar judayam kuchayib ketdi. Endi qachon bular bartaraf etiladi bizga noma'lum, lekin birinchi navbatda o'zimizga ehtiyot bo'lganimiz ma'qul. Demakki, hech qanday bir kodlarni aytmaslik, raqamlarni yashirish kerak. Ularni darhol o'chirib bloklash kerak. Qayta telefon qilib boshqa qiladigan bo'lsa, ichki ishlar bo'limiga murojaat qilishingiz kerak. Shunda xavf butunlay bartaraf etiladi.